Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yuzlari nurli, so'zi bolli Nargizaxon opajonim bilan bog'landimmi? Ha, men Nargizaman. Yaxshi dam oldingizmi opajon? Tuzukmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zlaringlar yaxshimi? Bayramlaringlar bilan. Rahmat. Men samimiy tabrik va jonli qo'ng'iroq loyihasidanman. Bugungi ayol qizlar bayrami bilan muborakbod etaman opajon. Rahmat, sog' bo'ling. Baxt, omad hamisha hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Ushbu kun munosabati bilan bir yaqiningiz siz uchun o'zining iliq tilaklarini biz orqali yetkazmoqchi bo'ldi. Bu kim deb o'ylaysiz? Singillarimda. Mashalloh. Aynan kimisi taxmin qilib ko'raysizmi? Feruza. Mashalloh, zehningizga qoyil opajon. Rahmat. Singlingiz Feruza opa nomidan ularni samimiy dil izhorlarini o'qib bersam. Rahmat. Onamdek mehribon Munisa opam. Yoshligim eslayman, sizni har ko'rsam, sizdek vafodor emas, menga soyam ham. Muborak bo'lsin sizga ham bayram. Assalomu alaykum mehribonim opajonim. Sizni bugungi bahoriy ayol qizlar onalar bayrami bilan tabriklayman. Opajonim, hamisha bahor oftobiday chehrangiz kulib tursin. Doimo tabassum hamrohingiz bo'lsin. Bosgan qadamlaringiz gulzorga aylansin. Chiroyligim, siz juda kuchli va sabrli, mehribon ayolsiz. Farzandlaringiz uchun, ularning kelajagi uchun qilayotgan mehnatlaringiz albatta siz uchun yaxshilik, baxt, omad, rohat bo'lib keladi inshaalloh. Alloh sizga mustahkam sog'lik, go'zal sabr, qalbingizga tinchlik va ko'nglingizga quvonch bersin. Farzandlaringiz doimo sizni quvontirib, qilgan barcha mehnatlaringiz rohatini ko'rishligingizni tilayman. Siz men uchun nafaqat opa, yaqin sirdoshim, ishongan tog'im, suyanchim, eng ishongan insonimsiz. Siz bilan faxrlanaman. Har doim yuzingizdan tabassum arimasin. Qalbingizni umid va baxt tark etmasin. Muborak 8-mart nafis ayollar bayramingiz muborak bo'lsin. Sizga eng go'zal kunlar, yorug' yo'llar va baxtli lahzalar tilayman opajon. Masofamiz olis bo'lsa-da, qalban birgamiz. Siz mening kaftim ichidagi duolarimdasiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman deya singlingiz Feruza opa o'zining dil izhorlarini yana jiyanlaringiz Sevinchoy, Go'zaloy, Nigina hamda Hadichaxonlar ham sizni chin dilidan tabriklab qolishdi. Sizni juda yaxshi ko'rishlarini ham aytib qolishdi. Rahmat, katta rahmat. Sog' bo'ling. Bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Bugungi kuningizni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Salomat bo'ling. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmizu ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorda
onajonimiz, parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz. Bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun,